O'sha kuni ham dugonam uyda emasdi. Men ikkilanib ham o'tirmadim, ularning uyiga bordim. Hovlida uning otasi chiqdi. Qarashlari avvalgidan ham boshqacha edi. Ko'zlarida go'yo men uchun yashirin olov yonardi. "Keldingmi?" dedi u past ovozda. Men jim boshimni egdim. Har qadamingda yuragim gursillab urardi. U yaqinlashdi, qo'limdan ushladi. Qo'li issiq, qattiq va ishonch bilan tola edi. Shu lahzada butun vujudim titrab ketdi. "Nega titrayapsan?" dedi u ko'zlarimdan uzilmagan holda. Men javob bera olmadim. Ovozim bo'g'zimda qoldi. U qo'limni asta siladi, har bir harakatida yuragim yanada tezroq ura boshladi. So'ng yonimga o'tib, yelkamga qo'lini qo'ydi. Hech narsa demadi, faqat nigohlari bilan gapirdi. Men esa o'zimni to'xtata olmadim. Bir lahzada uning qo'li yelkamdan pastga tushib, orqamdan yumshoq silab o'tdi. Shunday kuchli hayajon uyg'ondiki, nafasim qisila boshladi. Qo'llari asta-asta qo'rquv va shodlikni birga uyg'otardi. U menga yanada yaqin keldi, nafasi yuzimda sezildi. Bu nafas yuragimni qo'zg'atdi. Ko'zlarimni yumdim, chunki hammasi orzudek bir tushdek edi. Uning qo'li yuzimni siladi, so'ng chuqur nafas oldi. "Sen meni tushunyapsan, to'g'rimi?" dedi u past ovozda. Men javob bermadim, faqat ko'zlarimdan chiqqan yosh bilan unga qaradim. Shu lahzada hislarimni yashirib bo'lmasdi. Vujudim har bir qo'l harakatiga javob qaytardi, qalbim esa mutlaqo uning ixtiyorida qolgandi. O'sha kechadan keyin men bilan u kishining o'rtamizda yashirin bir rishta paydo bo'ldi. Har gal dugonamnikiga borganda u kishining nigohi meni kutardi, men esa bilib bilmay o'sha nigohga talpinardim. Go'yo atrofimizda hech kim yo'q, faqat ikkimizgina bor edik. Bir kuni kechqurun yana dugonam uyida emas edi. Men hovlida o'tirganimda u chiqib keldi. Qo'llarini ortiga bo'glab, sekin yurib oldimga keldi. Ko'zlari tubida sirli jilva porlardi. "Sen doimiy kelasan, lekin har safar mendan qochgandek bo'lasan", dedi u. "Aslida-chi, ichingda nima bor?" Men javob bera olmadim. Qulog'im ostida yuragimning urishi eshitilib turardi. U yaqin keldi, yuzimga qaradi. So'ng qo'llarimni asta o'z qo'liga oldi. "Men seni qo'rqitib qo'ymadimmi?" dedi u pichirlab. "Yo'q", dedim sekin. Ovozim titrab chiqdi. Shunda u qo'limni yuziga olib bordi, yonoqlariga tekkizdi. Bir lahzalik sukut ichida faqat nafaslarimiz eshitilib turardi. Bu yaqinlik meni butunlay bo'shashtirib yubordi. O'zimni to'xtatmoqchi bo'ldim, lekin uddalay olmadim. Uning qo'llari sekinasta yelkamdan o'tib, belimni quchdi. Shu bilan hammasi o'zgardi. Vujudimni issiqlik qopladi. Uning teginishida nafaqat mehr, balki kuchli ehtiros bor edi. Men esa qarshilik ko'rsata olmadim. Ko'zlarimni yumib, qo'llarini yonimda his qildim. Har bir silashida ichimdagi yashirin tuyg'ular uyg'onib, tobora kuchayardi. "Sen meni tushunasan", dedi u yuzimga egilib. "Men esa seni juda ko'p o'ylayman." Men jim qoldim. Ammo butun tanam shu so'zlarga javob bergandek, qo'llarim oz-ozdan uning ustidan chiqib ketdi. Shu lahzadan boshlab bizning munosabatimiz oddiy qarash va oddiy salomlashuvdan chiqib ketdi. Endi har bir uchrashuvimiz yashirin hayajon, yashirin ehtiros bilan to'lib toshardi. Kunlar o'tdi. Endi men o'zim ham sezdirmay u kishini ko'rishga intilardim. Dugonam bilan dars qilamiz degan bahona bilan tez-tez uylariga bora boshladim. Har gal kirganimda yuragim boshqa xil ura boshlardi. U kishining nigohi esa meni doimiy kuzatar, men buni his qilar edim. Bir kuni dugonam hovliga chiqib ketdi, men esa mehmonxonada yolg'iz qoldim. Shu payt eshik sekin ochilib, u kishi kirib keldi. Qo'llarini cho'ntagiga solib, odatdagidek jilmaydi. "Sen mendan qochib yurasan, ammo nigohlaring yolg'on aytmaydi", dedi u. Men jim turdim. Yolg'iz qolganimizda nimadir bo'lishini his qilar, ammo baribir o'sha lahza kelganida o'zimni yo'qotib qo'yardim. U yonimga kelib, asta qo'limdan ushladi. Shu zahoti yuragim hapriqib ketdi. "Bir marta rostini ayt", dedi u pichirlab. "Sen ham meni his qilasanmi?"
Men ko'zlarimni yerga qadadim, ammo qo'llarim titrab ketdi. Javob bera olmadim. Shunda u qo'limni yuzimga olib bordi, barmoqlari bilan yonoqlarimni siladi. Vujudimda issiq to'lqin yugurdi. U asta qulogimga egilib, ovozi titrab dedi: "Men seni xohlayman." Shu so'zlar meni butunlay hushimdan ozdirgandek bo'ldi. Ichimdagi barcha qarshilik qulab tushdi. Men ko'zlarimni yumib, qo'llarimni uning ko'ksiga qo'ydim. Yuragi tez ura boshlaganini sezdim. Shu payt tashqaridan dugonamning ovozi eshitildi. Biz ikkalamiz ham cho'chib ketdik. U tezda qo'limni qo'yib yubordi, men esa joyimga o'tirib qoldim. Ammo ko'zlarimiz bir-biridan uzilmadi. Bu qarashda ham qo'rquv, ham hayajon, ham yashirin ehtiros mujassam edi. Shundan keyin munosabatimiz butunlay o'zgardi. Endi har uchrashuvimizda qo'rquv bilan ehtiros yonma-yon yurdi. Biz hech narsani aytmasdik, lekin nigohlarimiz, teginishlarimiz hammasini gapirib turardi. Oradan kunlar o'tdi. Har safar dugonamnikiga borganda ichimda yashirin qo'rquv ham, shirin hayajon ham uyg'onar edi. U kishining qarashlari endi oddiy emasdi. Ular meni og'ziga bo'glab qo'yar, hatto dugonam yonida bo'lsak ham, nigohi faqat menga qadalardi. Bir kuni dugonam onasi bilan shaharga chiqib ketdi. Ular qaytguncha uyda yolg'iz o'tirib turishim kerak edi. Men kitob o'qishga urindim, ammo qo'limga olgan varaqda so'zlar ko'rinmasdi. Miyamda faqat bitta odamning qiyofasi aylanardi. Shu payt eshik ochilib, u kishi kirib keldi. Men sapchib o'rnimdan turdim. "Nega cho'chiyapsan?" dedi u jilmayib. "Axir menman-ku." U asta yaqinlashdi. Yuragim qattiq ura boshladi. U yonimga kelib qo'limdan ushladi. "Men seni har kuni o'ylayman", dedi u past ovozda. "Sen meni his qilyapsanmi?" Men javob bera olmadim. Ammo qo'lim titrab, ko'zlarimda yosh paydo bo'ldi. U buni sezib yuzimga qo'lini qo'ydi. Barmoqlari yuzim bo'ylab silanib o'tdi, nafasim bo'g'zimda qoldi. "Senga tegishim mumkinmi?" dedi u. Bu savol meni butunlay bo'shashtirib yubordi. Men ko'zlarimni yumdim. U esa asta yelkamdan quchoqladi. Butun vujudimda issiqlik tarqalib, hushim uchib ketgandek bo'ldi. Uning qo'llari yengil silashlar bilan belimdan orqamga o'tdi. Men qarshilik qila olmadim, nafasim tezlashib, butun tanam titrab ketdi. Shu payt u qulogimga egilib pichirladi. "Senga zarar qilmayman, faqat yoningda bo'lishni xohlayman." Shu so'zlar meni butunlay erib yubordi. U kishining quchogida o'zimni butunlay unutdim. Atrofda hech kim yo'qdek, faqat yuragimning urishi va uning nafasi qolgandek edi. Shu lahzada ichimdan "Ortga yo'l yo'q" degan ovoz eshitildi. Chunki men endi o'zimni butunlay unga topshirib bo'lgandim. O'sha kechadan keyin men o'zimni butunlay boshqacha his qila boshladim. Har safar dugonamnikiga borishimda yuragim allaqanday sirli kuch bilan qattiq ura boshlardi. U kishi esa menga qarashdan to'xtamas, nigohida ochiq gapiradigan, ammo og'izdan chiqmagan so'zlar yashirinardi. Bir kuni dugonam o'z do'stlari bilan sayrga chiqib ketdi. Uyda faqat men va u kishigina qoldik. Xona ichida sukunat hukm surardi, faqat yuragimning urishi va tashqaridagi shamol tovushi eshitilardi. U asta yonimga keldi, sekin o'tirib ko'zlarimga qaradi. "Men seni kuta olmayapman", dedi u pichirlab. "Sen meni o'z holimga qo'ymaysan." Uning qo'llari asta qo'limga tegdi. Men qarshilik qila olmadim. Butun vujudim titrab, yuzlarim qizarib ketdi. U qo'limni ushlab asta yuzimga tekkizdi. "Sen men uchun qanday qimmatli ekaningni bilasanmi?" dedi u ovozi titrab. Men javob bera olmadim. Faqat ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. U esa bu yoshlarni barmoqlari bilan artib, yonoqlarimdan silab qo'ydi. Shu silashda butun tanamda issiq to'lqin yugurdi. So'ng u meni asta quchib oldi. Nafasi yelkamda sezildi, quloqlarim ostida yuragi qattiq urayotganini aniq his qildim. Men esa butunlay hushimni yo'qotib, uning quchogida qoldim. Shu lahzadan boshlab bizning munosabatimiz endi faqat qarash va so'zsiz gaplardan iborat emasdi. Har uchrashuvimizda ehtiros, hayajon va yashirin qo'rquv bor edi.
Biz buni hech kim bilmasligini, faqat o'zimizga tegishli bir sir ekanini tushunardik. Ammo shu bilan birga har safar men o'zimdan so'rardim, bu yo'l qayerga olib boradi? Men dugonamning ko'zlariga qanday qarayman? Ammo hislarim meni qattiq bo'glab qo'ygandi. Men unga qarshi bora olmasdim.